Men yong'oqman. Miya faoliyatini kuchaytiraman. Organizmingni himoya qilaman. Har kuni oz miqdorda yesang foydaliman. Men makadamiyaman. Teri va sochlar uchun juda foydaliman. Men yong'oqman. Mening shaklim miyaga o'xshaydi. Bekorga emas, xotirani kuchaytiraman. Men yer yong'oqman. Menda oqsil ko'p. Sportchilar uchun juda yaxshi. Men keshyuman. Asablarni tinchlantiraman. Kayfiyatni ko'taraman. Men Braziliya yong'og'iman. Immunitetni mustahkamlayman. Men kedir yong'og'iman. Har kuni oz-ozdan yesangiz juda foydaliman. Men bodomman. Menda E vitamini ko'p. Yurak va miya uchun juda foydali. Anorni bosib kesmang. Avval tepa qismidagi tojini ehtiyot bilan oling. Keyin po'stlog'ini yengil chiziq qilib kesing. Shunda donalari ezilmaydi. Nonni qog'ozda saqla. Plastikda esa tez mog'orlayman va zararli bo'lib qolaman. Mangoni o'rtasidan kesmang. Ichida katta urug'i bor. Avval ikki yonidan kesing, keyin ichini katak qilib oching. Shunda oson va xavfsiz bo'ladi. Meni juda qaynab ketguncha pishirma. O'rtacha bug'da pishsam, foydali va yengil hazm bo'laman. Bananni yuqorisidan emas, pastidan oching. Shunda tolalari kam bog'ladi va oson ochiladi. Maymunlar ham shunday qiladi. Ananasni avval tepa va pastidan kesing. Keyin tik holatda po'stlog'ini tushiring. O'rtasidagi qattiq o'qini olib tashlang, shunda hazmi yengil bo'ladi. Sharbatni och qoringa ichmang. Ovqatdan keyin ichilsa, oshqozonga zarar qilmaydi. Men gazli suvman. Agar blinchik xamiriga meni qo'shsangiz, u yanada yumshoq va g'ovay bo'ladi. Chunki mening pufakchalarim xamirni ko'taradi. Men nonman. Juda issiq sho'rvaga meni solib yemang. Bu oshqozonga og'irlik qiladi. Eng yaxshisi biroz sovutib keyin yeng. Men uzumman. Menda tabiiy shakar ko'p. Meni kechasi ko'p yemang, oshqozon dam bo'lishi mumkin. Men qizil baliqman. Menda omega 3 va oqsil ko'p. Haftasiga 1-2 marta yesa, yurak va miya uchun juda foydali. Men grek yogurtiman. Menda oddiy yogurtga qaraganda ko'proq oqsil bor. Meni shakar qo'shmasdan yesangiz, ichaklar va mushaklar uchun juda foydaliman. Men tvorogman. Menda oqsil va kalsiy juda ko'p. Ertalab yoki kechqurun yesangiz, mushaklar mustahkamlanadi. Shakarni ko'p qo'shmang, meva bilan yegan foydaliroq. Men choyman. Juda uzoq qo'ysang, achchiq bo'lib ketaman. 3-5 daqiqa men uchun yetarli. Men asalman. Issiq choyga solsang, foydam kamayadi. Avval biroz sovisin, keyin qo'sh. Men mazaliman, lekin juda yog'liman. Meni har kuni emas, me'yorida yeyish to'g'ri. Men makaronman. Qaynatilayotgan suvga yog' solish xato. Yog' sousni ushlamaydi. Yog'ni keyin pishgach qo'shing, shunda mazasi zo'r bo'ladi. Men piyozman. Juda kuchli olovda qovursangiz, achchiq bo'lib ketaman. Sekin olovda qovursangiz, shirin va foydali bo'laman. Men guruchman. Pishirishdan oldin yuvib olsangiz yopishmayman. Juda ko'p qaynatmang, shunda foydam saqlanadi. Men chiya urug'iman. Tarkibimda tolalar ko'p. Men ichak faoliyatiga yordam beraman va uzoq vaqt to'qlik hissini saqlashga yordam beraman. Men kunjut urug'iman. Men suyaklarni mustahkamlayman. Tarkibimda kalsiy ko'p va yurak uchun foydali yog'lar bor. Men zig'ir urug'iman. Men hazm qilishni yaxshilayman. Har kuni oz miqdorda yeyilsa, sog'liq uchun juda foydali. Meni chaynasang, mikroblar og'zingga o'tadi. Tirnoq ostida minglab bakteriya bo'ladi. Bu oshqozon va tish muammosiga olib keladi. Meni perxt deyshadi. Sovuq, stress va yog' bezlari noto'g'ri ishlaganda paydo bo'laman. Bosh terisi qurib ketsa, men ko'payaman. Men naushnikman. Agar meni changda tashab qo'ysang, tovushim pasayadi. Qutida saqlasang, uzoq xizmat qilaman. Men sviterman. Agar meni issiq suvda yuvsang, qisqarib ketaman. 30 gradus men uchun eng to'g'ri tanlov. Meni olmali uksus bilan yengish mumkin. U teridagi zamburug'larni kamaytiradi. Bir qoshiq uksusni suvga qo'shib, haftasiga 2 marta ishlatsang yetarli. Qahva tongda foydali, lekin och qoringa emas. Ovqatdan keyin ichilsa, yurak va oshqozonga yengil bo'ladi. Men suvman. Tanani tozalayman, miyani faollashtiraman va terini sog'lom qilaman. Har kuni yetarli suv ichish sog'liq garovi. Kefirni kechqurun iching. Ichaklar ishlashini yaxshilaydi va uyquni tinch qiladi. Choyni qaynab turgan suvga solib yubormang. Avval suvni biroz sovuting. Shunday foydali bo'ladi. Men ko'payib ketsam, semirishga, tish buzilishiga va diabetga olib kelaman. Meni ko'p iste'mol qilsang, qon bosiming oshadi va yurakka zarar yetadi. Men unitazman. Telefonda uzoq o'tirish sog'liq uchun zararli. Men tualet qog'oziman. Meni qattiq va ko'p ishqalab ishlatsangiz, teringiz shikastlanadi. Men hojatxona cho'tkasiman. Meni noto'g'ri ishlatsangiz, hamma yoq iflos bo'ladi. To'g'ri ishlating, bo'lmasa hojatxonaga zarar yetkazaman.
Men suyuq sovunman. Meni ishlatgach darrov yuvib tashlamang. Agar shoshilmasangiz mikroblarni yaxshiroq yo'q qilaman. Aks holda mana bunday jahlim chiqadi. Men tish pastasiman. Meni juda ko'p siqmang. Ozgina yetadi. Aks holda tishlaringizga zarar yetkazishim mumkin. Men tish ipiman. Meni sekin ishlating. Juda qattiq tortsangiz, milklaringizga zarar yetadi. Men dezodorantman. Meni toza va quruq teriga surting. Terlagan holatda ishlatsangiz foydam kamayadi. To'g'ri ishlating, bo'lmasa mana bunday jahlim chiqadi. Men lab uchun juda ko'p ishlatma. Aks holda lablar quriydi. Men tishman. Juda qattiq ishqalasangiz, emalim zarar ko'radi. Yumshoq cho'tka bilan sekin yuvish to'g'ri. Men sovunman. Suv ichida qoldirsangiz, tez erib ketaman. Quruq joyda saqlang. Men dushman. Tozalamasangiz, teshiklarim tiqilib qoladi. Vaqti bilan tozalang. Men machalkaman. Meni ho'l holda tashlab qo'ysangiz, ichimda mikroblar ko'payadi. Yuvgach siqib, quritib osib qo'ying. Men sochiqman. Nam holda tashlab qo'ysangiz, mog'or paydo bo'ladi. Ishlatgach yoyib quriting. Men tarakanman. Agar bu yerga uksus yoki juda kuchli hid sepilsa, men bu joyda tura olmayman. Nafasim qisilib ketadi. Shuning uchun o'zim qochib ketaman. Men chumoliman. Agar yo'limga dolchin yoki qalampir sepilgan bo'lsa, men bu yerdan o'ta olmayman. Bu hid menga juda og'ir, shuning uchun boshqa tomonga ketaman. Men pashshaman. Agar bu yerda sovunli suv yoki limon bo'lsa, men bu joyda qolmayman. Men kiyim kuyasiman. Agar kiyimlar orasiga lavanda yoki kedr qo'yilsa, men bu joyda yashay olmayman va boshqa joyga ketaman. Men mayda pashshaman. Agar bu yerga uksus yoki shunaqa hidli narsa qo'yilsa, men bu joyda tura olmayman. Hid menga juda og'ir bo'ladi. Men asal arman. Agar bu yerda kuchli hid yoki tutun bo'lsa, men bu joyda qolmayman. Bu menga xavfli, shuning uchun uchib ketaman. Men chivinman. Agar xonada lavanda yoki evkalipt hidi bo'lsa, men bu yerga yaqinlasha olmayman. Bu hid meni bezovta qiladi. Men burgaman. Agar bu yerga tuz yoki sovunli suv sepilsa, men bu joyda yashay olmayman. Shuning uchun sakrab tezda qochib ketaman. Men chigirtkaman. Agar bu yerda sarimsoq yoki achchiq hid bo'lsa, men bu joyda tura olmayman. Shuning uchun sakrab boshqa joyga ketaman. Men o'rgimchakman. Agar bu yerga limon sepilsa, men bu joyda tura olmayman. Bu hid menga juda yoqmaydi. Shuning uchun darrov qochib ketaman. Jigar uchun eng zararli mahsulot qovurilgan kartoshka. Meni kamroq yeng. Jigar uchun eng foydali mahsulot karam. Yurak uchun eng zararli mahsulot bu mayonez. Yurak uchun eng foydali mahsulot bu men. Miya faoliyatini buzadigan mahsulot sosiska. Miya faoliyati uchun eng yaxshi mahsulot grek yong'oqi. Teri uchun eng yomon mahsulot do'kondagi muzlatilgan chuchvara. Bizni kamroq iste'mol qiling. Teri uchun eng yaxshi mahsulot sabzi. Men sosiskaman va juda mazaliman. Lekin har kuni iste'mol qilsangiz, kasalliklarga olib kelaman. Men qovurilgan kalbasaman. Men stressni kuchaytiraman va immunitetni zaiflashtiraman. Men olmaman. Agar sarimsoq yegandan so'ng meni yesang, og'izdagi yomon hidni yo'qotaman. Men kashnichman. Meni o'tkir pichoq bilan keskin. O'tmas pichoq kletchatkalarimga zarar beradi. Men olmaman. Ichakni tabiiy tozalayman. Har kuni yeb tursang foydali. Men avokadoman. Menda foydali moddalar bor. Yurak va ichakni asrayman. Men brokkoliman. Ichaklarni tozalashga yordam beraman. Menda tolalar ko'p. Ular hazmni yaxshilaydi. Men ananasman. Hazm jarayonida ishlayapman. Bromelaynim ovqatni tez parchalab yuboradi. Shuning uchun tanang yengil bo'ladi. Men yashil qalampirman. Vitamin C bilan tanangni qo'llab-quvvatlayman. Immunitetingni mustahkamlayman. Hazmga yengil va foydaliman. Men sarimsoqman. Mikroblarga qarshi kurashaman. Immunitetni kuchaytiraman. Men ismaloqman. Ichakni kuchli qilaman. Temir va tolaga boyman. Men yong'oqman. Miyaga foydali yog'lar beraman. Xotirani va fikrlashni kuchaytiraman. Men olivka yog'iman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Yurak va hazm uchun juda foydaliman. Men yashil choyman. Tanani tozalayman. Zararli moddalarni chiqarishga yordam beraman. Men bananman. Ichakni muloyim tozalayman. Yaxshi bakteriyalarni ko'paytiraman. Men pomidorman. Zararli moddalarga yo'l bermayman. Yurak va qon tomirlari uchun foydaliman. Men sutman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Men grek yogurtiman. Ichakni foydali bakteriyalar bilan to'ldiraman va himoya qilaman. Men chernikaman. Kuchli antioksidantman va zararli moddalardan tozalayman. Men tolaga boy ovsyankaman. Ichakni tozalab, chiqindilarni olib chiqaman. Men zig'ir urug'iman.
Ichaklaringizni yumshataman va tozalayman. Men imbirman. Gaz va shishishni kamaytiraman.